Qisqacha ravishda dollarning kursi oshdi degan gapga oid hozirgi holat va sabablar quyidagilar. Bank.uz ma'lumotiga ko'ra, USD taqsim UZZ uchun Milliy bank kursi hozirda taxminan 12.141 so'm atrofida. Dollar kursi .uz sayti esa rasmiy kursni 1 dollar barobar 12.640,87 so'm deb ko'rsatmoqda. Xalq bankida bugungi sotish kursi esa taxminan 12.030 so'mga teng ekan. Markaziy bank press relizlari kurs arxivi va yangilanishlarni muntazam e'lon qiladi. Hozirgi ma'lumotlar asosida O'zbekistonda dollarning narxi nega o'sishi mumkinligi haqida ayrim taxminlar va faktlar. Markaziy bank almashuv kursini shakllantirish siyosatini biroz o'zgartirdi va kurs tebranishini, volatilitetni kengaytirdi, ya'ni kursni bozor sharoitlariga ko'proq bo'ysundirishga harakat qilmoqda. Shu sababli ilgari kurs juda barqaror ushlab turilgan bo'lsa, hozir banklar va biznesda kurs faqat ko'tariladi degan kutilma shakllangan edi. Bu esa bozorda dollarga talabni oshirgan bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ekspertlar aytishicha, import hajmi oshib ketgan yoki chet valyuta oqimi kamaygan. Bu holatlarda dollar talabining oshishi tabiiy. Bozordagi vaziyat va iqtisodiy omillar. Ba'zi yangiliklarga ko'ra, dollar bir necha kun davomida qadrsizlangan, lekin keyin yana ko'tarila boshlagan.